chiqyapti. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. To'lqinboy avto muxlislari. To'lqinboy avtodan olasiz, baraka topasiz. Ana ashaka bo'lsin. Mana akamiz, mana yo'qolib qolgan akamiz. Yo'qolib ketdi degan aka-ukalarim qo'lim ko'ksimda, o'ppo'zim aka-ukalarim. Dunyo keldi muham olamga 90 kirdim, to'ymadim qo'bul jentraga deydigan aka-ukalarimga mashinalarni dadadadan qilib yur bilan yoshdan qiladigan joylari keldi. Shuning uchun to'xtab turuvdi akalar. Dadadadan qilib yomonini qilib beradigan sharoitlarda bitta chiqasan, bitta portlasan. Hayitga chiroyli aksiyalar qilib berasiz akajon. Inshaalloh. Navro'zga olmasa ham hayitga qilib berilyapti. Qilib beramiz aka. Bonusni ham bomba. Navro'zga ham qilib beramiz aka. Hayitga ham qilib beramiz. Hammasiga qilamiz. Inshaalloh. Ketdim bismillah. Xalqimizni xursand qilishda davom etamiz. Akalar, haliginda nima deydi? Magadandan deb yozayotgan akaga qo'limiz ko'ksimizda. Iminni o'zimga ham Magadandan deb telefon ham qildi. Turkiyadan undan tashqari haliginda nima deydi? Ko'p joylardan hali Turkiyani uyetdan deb yozyapti. Hali Rossiyani rosa ham aytolmaydigan rosa ko'p joylardan yozishyapti. Hammalar qo'limiz ko'ksimizda. Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston bu yerdan kuzatayotgan hali Amerikadan, Braziliyadan deb yozayotgan aka-ukalarga ham qo'limiz ko'ksimizda. Amerikada akalar traktor haydayotgan, radadadan qilayotgan immunistlar uchun deydi-yu, ashtaqa joylari keldi. O'zbekistonga jo'nataveramiz. Yevro dollarlarda bekitsiz ziyon qilmayapti, oilaga kerak bo'lyapti, to'g'rimi? Yotga ketmasin. Jo'natilaveradi, qanaqa bo'lsa xalqqa bo'lsin, o'zini oilasiga bo'lsin. Yangi salapan mashinalar bizdan olmasa ham salondan olib minish hammaga nasib qilsin. Ha, bizdan olmasa ham salonlardan yangisidan eng qimmat ota-onalarni olib eshilib, hayitga xudo xolasa hayit namozlariga chiqib kelish hammaga nasib qilsin akalar. Qani bismillah. Qani bismillah. Ha, shu trekerimizdan boshlaymiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi yo'q. Haligina primeridan eng qiziqarlisi kraska umuman yo'q. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Yurgan 53 ming. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like pastikalar to'xtatmay turamiz. Akalar o'zi 2400 dollarga chiqadigan mashina ekan, 1900 ga nomimizga nomer, pasport hamma yo'qni chiqarib beraman. 1900 ga aka. Chiroyli mashina ekan aka. Staralik. Mana aka. Bu qorani deb sevki orada. Oxirda. Mana. Akajon, mana shu ketavergan katta mashinalar bilan. Mashetdan, ha? Qaysidan boshlaylik? Bash havaldan boshlaymiz. Havalimiz, ha? 2023-24 kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tayyor 3,5 yil krediti bor, 1,5 yil to'langan. 6 million so'mdan oylik to'laydigan aytib keting degan aka-ukalarga bir to'la aytib ketamiz. Oylik to'lov 6 million so'mdan. Oqqor tagida siz shamoldek bor, bo'rondek qaytadi. Gaz, suv, svet, propan gazlargacha bor. Eng qiziqarlisi biyade pulni 7,5 ming kamini ham qilib. Harli cho'rligim bor, boshqam bor deb hali do'stishmanda oldi chiroyli bir jiplaridan mini deganlarga tushoradi aka. Egalari ishonarli, xohlagan hujjatini qilib beramiz. Halol deb qo'y. Halol deganidan. Halol degan. Halol degan. Kraskasi yo'q, toza akalar, oppog'idan, qalbiylarning rangidan. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2010-yilda ishlab chiqarilgan, o aytib berdik. Petnosi bor akalar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa yana bittasini sotdik. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8800 dan 7,5 mingga tushirib, bugungi kunga 7000 dollarga hayitga bo'ladimi-ku? 6800 ga qilib ber, 7000 ga ham qilib ber. Hech narsasiz, ha? Hech narsasiz. Aka bitta gapiraymi shuni? Buni aka bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydi-yu. Aka bir kunga hayitga hayirli qilib bering shuni ham aka. Bir kunga 6800 ga. Bir kunga hayirli, ozgina yana o't bering aka. Hisob. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, hech nimasi yo'q deyilyapti. 2 ta 6 ga qilib beramiz. 66. Keling, baraka qilib bering. Qulluq olsinmi? Qulluq olsin. Bor baraka. Berganga beradi. Buni bilgan biladi lekin. Bilgan biladi. Bo'ladigan bo'lsa, cho'rnisi bor aka-ukalarga bo'ladigan bo'lsa 2,5 ming dollarga 4 million qanchadan ham oylik to'lovi. Digidik 5 oyliga to'langan, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxidan ham tushib beramiz. Ertaga kunga hayitga bo'ladigan bo'lsa 2000 dollarga faqat bir kunga ishtimas yo'q. 2000 dollar bir kun. Oyliga to'langan. Yili necha 24 mi 23 da? 24. 24. Kraskasi yo'q, toza. Toza, gap yo'q. Buchi aka. Gaz, suv, svetlari bor unga. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 1900 dollarga nomiga nomer, hamma yo'q ichida chiqyapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa ayting-ku. Hech pulga aka bu. 1900 dollarga chiqyapti. 1800 ga qilib bering aka. 1700 ga ursamiz? 1600 ga xursand bo'laman aka. 1,5 gachi. 1500 ga xursand bo'laman aka. 1400 gachi. 1300 ga xursand bo'laman aka. 1200 gachi. 1100. Bekar. 1100 ga aka. 1100. 1000 dollarga ursamiz-ku. Aka, 1000 dollarga nomimizga nomer, pasport hamma uchida beraman.
Kraskasi yo'q. Bir kunga Ha, keling bir baraka. kunga, ha. Bir kunga 900 dollarga. 800 dollarga. Bor baraka. 800 dollarga. Mashinasini 800 dollarga. Nol o'ttiz, ha, 800 ga. 23 yil kraskasi 23. yo'q. Toza aytib deb. Gaz suv. Ha, o'sha summasi bunisini 11 ming dollarga bo'lyapti. O'sha summasi akalar 12,5 ming degan narsa 11 ming dollarga oliy to'lovlar ham 4 million 300 ming so'mdan. Voy malades. 4 million 300 ming, 4 million. Aniq 4 Yili nechi dedingiz aka? 23 ga. Mashallah. Kraskasi yo'q. Gap so'z yo'q aka. Avtomat korobka bu. Bo'ldi mana. Bunimizchi aka? Bunisi bo'ladigan bo'lsa, bunisi ham 23-yil kraskasi yo'q, toza 90 ming yurgan, bu ham 90 ming yurgan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bunisini hamcha 1900, 1800 ga chiqayotganini kechon ertaga kunga 1600 ga qilib beraymi? 1,5 mingga qilib bering aka. 1400 ga qilib beraymi? 1300 ga qilib bering. 1200 ga ursam bo'lasizmi? Aka keling. Hayitga, ha. 1100 ga ursam bo'ladi. 1000 dollargachi? Aka keling. Mana olesiz pulga chiqyapti. 900 ga. Qasan Husan qilib beraylik. Bir kunga. Bor baraka. Tanlab olaveradi aka. Ikkalasi bir xil. Ha, 900 ga, 800 ga qilib beramiz buni. Bunisini ya 100 dollar tushirib beramizmi? 800 ga Mashallah, qilib beramiz. Nomiga nomer, pasport hamma yo'q ichida. Bir xil, faqat boshlang'ichi 100 dollar arzonroq. Boshqacha gap yo'q, nomiga. Hayit kunga faqat hayit kunga. Gaz, suv, svetlari bor. Kraskasini so'rayotganlar, kraskasi yo'q. Yo'q. Oliy to'lovni aytib keting ekanlar. 4 million 300 ming so'm, 4 million 900 ming so'm atrof. Chingalchiq o'ynamam topolmaysan deydigan joyi. Voy malades. Buchi aka? Bunisini 1700 dollarga qo'yilayotgan mashinamiz, nomiga nomer, pasport hamma yo'q ichida chiqayotgan mashinamiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bo'ladigan hech qanaqa hech nimasi yo'q ekan. Haliginda 1300 ga qilib bersam o'xsamisiz? Tushirib bering. Kinda bu. Aka, Kinda bu kraska yo'q. 1300 ga emas buni. 1100 ga qilib berasiz aka. Malades. 1000 dollarga ursam. 1000 dollarga ursammi aka? Bor aka. Nomiga nomer, Nomer, pasport. Kraskasi top-toza. Ha, oliy to'lov juda ham arzon chiqadi. Ketdik. Gap so'z yo'q. Bunimizchi aka? 15-yil avtomat korobka so'rayotganlarga 15-yil avtomat korobkasi 7,5 ming dollar deyapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bo'ladigan ishtimasiga 6800 ga beramiz. Tatatatan, ratatatan. Bir, bittada. Buchi 2014-yil. Bo'ladigan 6800 dollarga oldi, 6800 dollarga yana qo'yib beryapsiz. Bu aka xafa bo'lib qoldim, tezroq olib ketish kerak. Buni Hasanini sotib oldik. Hasanni sotib oldik. Husanni qolib ketdi. 6700 ga qilib berdik. 6700 ga gap so'z yo'q. Buchi Bunisi 18 toza, 19 ha, bunisi 19 toza kraskasi, avtomat korobka 4-paysi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunisini 9,5 mingga qo'ydi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lsa bo'ldi, Allohga tavakkal 8,5 ming dollar. bo'ldi. Общий summa 8,5 ming dollar. Kraskasi yo'q, toza 19. Avtomat korobka aytib deyilyapti. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 15-yil mana. Keling-chi. Agar ko'rinadigan bo'lsa, men petnot ko'rsatib Ha, mana petno ko'rinyapti. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti mana shunday petno turibdi. Telefonda ham ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti mana. Bunday qilsam ko'rinyapti. 15-yil akalar ishlarni olib qo'ysanglar, bular to'rtta balon, yangi, hadovoy, motor, korobka umuman shu maza qilib minadigan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, buni bo'ladigani 7 mingdan kam yo'q edi, ertaga kunga 6,5 ming dollarga 15-yil toza kraskasi yo'q desa bo'laveradi. Mexanika bu aka? Mexanik. Yo, avtomatmi yo'q? Mexanikami? Ha, bu. Buchi bu. Bu mashinamiz 2000 ga qo'ydi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1700 dollarga qilib beramiz. Yili nechi? 2009. 2009 bo'ldi. Bunisi ham 2009. Mochi juda chaman mashina ekan aka. Oldilari ham bitta oldini ko'rib beringlar, miyadan oladi. Bitta ochingda aka. Ha, bekitib qo'yibsiz mashina. Lekin oldilari pechat ekan, haligi aytasiz-ku, de turib olib, miyadan oladigan. Kelib ko'ringlar, yoqadigan mashina. Bagajlar rosa ro'zg'or bo'lib. Eshitini 2,5 mingga qo'ydik. Ha. O'zi 2300 ga olganmiz. Ha. Ertaga hayitga deb turib 2200 ga qilib beramiz. Ha. Voy, 2200 dollarga qilib beramiz bunisini. 2200 dollarga. O'zi 2300 ga olganmiz, 2200 ga ertaga hayitga xudo xolasa chiroyli holatda kelsin deb propan gazlari bilan. Ha, bo'ldi aka. Gazi ham bormi, propanmi aka? Balonlari ham go'zal ekan-a lekin. Bunisi bo'ladigan bo'lsa ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bo'ladigan 2200 dollarga deb qo'ygan mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1600 dollarga qilib beramiz. Nomiga. 1600 ga. Yili nechi dedingiz buni aka? 2009 ga. 2009 bu. Aka, bu Sparkiz ham juda chiroyli mashina ekan. 5,5 ming dollarga qo'ydi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bizni portlatib beraman, ertaga kunga 5000 dollarga generalnisini ichida qilib beraman. Faqat bir kunga. Yili 17 da shunka punka navorot favorot boshim og'ridi. Adashib ketmadingizmi aka? Adashib ketdim. Gol urib qo'ymadingizmi? Gol ursa o'boraylik, meni xalqqa bo'lsin maza qiladigan joyi keldi. Qiziganda berganga beradi. Aka, bo'pti, men qarang. Bu mashina 5800 ga o'tgan. Bir. Ikkinchidan aka bir kunga 5000 ga qo'yib beraman. Ulgib olinglar. Generalni chiqaradi, nashetda hamma yo'q tutaveradi mashina. Generalnisini ichida qilib beraman.
Ye, unaqa emas. Bitta avtogol. Bo'lmasa bo'ldi. Xalq mazza qilsin. BYD aka. 24 mingdan 20 mingga tushgan mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa endi 19 mingga tushirib beraman. Nima dedingiz? Bo'ldi aka. 19 mingga qanaqadir 4,5 ming, 4,5 ming, 5 ming atrofida 5 million 600 En fulli deb bersa. En fulli. Ha, bo'ldi. Mana. BYD chaqirib ekanlar. Hub qoraymi deydiganlardan kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa like tasdiqlab bosib turamiz akalar. Dadadadang bu yoqqa BYD chazor en fulidan, en to'g'ridan. Hozir gulilarimiz sotildi shuni? Yo'q, Sotildi. sotildimi? Sotildi. Narigi sotdi, yo'q, Bu ham sotildi, bu ham sotildi. yo'q ham sotildi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 4,5 ming dollardan 5,5 ming dollardan 4,5 ming dollarga tushdi. Вообще kami yo'q deb 4,5 mingga 4,300 4,400 bersa ham berganimiz ertaga kunga bir kunga 4 ming dollarga qilib bera olamiz. Nima dedingiz? O'zi to'kadigan, ha? Ha, sanasi bor, usilenlik qilingan labo so'rayotgan kukalarga. Bo'ldi, buchi? Bu Damas'imiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Mashinamiz qiziqarli. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 3800 emas, 3300 ga qilib beramiz. Nima deysiz? 3300 gami? Yana ozgina o'tib bering, akachon. Hisob eshitmas, 3000 ga qilib beramiz. Bir kunga? Bir kunga, 2013-yil aka. 13-yil, ha. Mashina go'zal. 2010-yil. Kraskalari ham unaqa ko'p. Salonlarni bitta olib beraymi aka? Qani. Приятный mashina aka. Voy, bir paytlar bu mashinalar. Qaysinisi? Bu 24. Buchi aka. 24 3,5 ming kilometr yurgan 7300 ga qo'yildi, 7000 ga qilib bera olamiz. 2 million 700 ming so'mdan 5 yilga oylik to'lab chiqaradi. 2000 dollar emas, 1700. 3000 kilometr yurdi. Bunisini tayyor krediti bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2009-yil ishlab chiqarilgan, 30 million kredit solingan, 12,5 million to'lab qo'yilgan. Foizga deb urib olsa ham 12,5 million. 5% mashina olib qoladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa like bosishgan bosib turinglar. 1200 ga qo'yuvdik, ertaga kunga 1000 ga qilib beramiz. Bo'ldi aka. Bunimiz-chi 180. Bunisini 3300 dollardan 2800 dollarga tushirdik. Endi 2,5 ming emas, endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa faqat bir kunga shashilib olamiz akalar. 2200 dollarga qilib beramiz. Motori, hadovoyi, korobkasi, to'rtta baloni hamma yo'q qilingan, tayyor. Sonstrambulo. Salonlari ham приятный. Bir kunga 2200 ga qilib beramiz. 2200 ga. Balonlari ham so'lisali yumshoq balondan. To'g'ri. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bunisini 2800 dollardan ertaga kunga 1800 ga generalisi ham ishda qilib beramiz. 1700 degani, u degani. U degani 1700 dollar naqd pul bersa olib ketaversin. Bo'ldi aka. Bu mashinamiz 15-yilda ishlab chiqarilgan, toza kraskasi yo'q. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bo'ladigan 5500 dollardan kam yo'q degan mashinamiz ertaga kunga 5000 ga generalisini ham ishda qilib beramiz. Faqat bir kunga. Kraskasi yo'q, toza. Saman mashina. Buchi Cruz. Cruz, Lasetti Cruz. Avtomat korobkasidan. Ha, en fullidan, avtomat korobkasidan. Bo'lib ham buni 37 ming, 40 ming, 45 ming dollardan qoshiga surkab rasm minishgan mashina, kraskasi yo'q toza. Ertaga kunga 7,5 ming dollarga degan mashinamiz ertaga kunga 6,5 ming dollarga generalisini ichida qilib beramiz. Bo'ldi. Bank transportini ham ichida qilib berasiz. Bitta ko'rsatib qo'ying ichini. Salonlarni bitta приятный monqani. Asal ekan salonlari ham. Avtomat korobka mana. Lyuklarigacha bor. Orqalari ham приятный. Mana. Go'zal, hali do'st dushmanni oldida maza qilib minib yuradigan. Ha aka, bunimiz-chi? Bunisini bo'ladigan 8300 dollarga qo'ygan mashinamiz ertaga 7800 dollarga qilib beramiz. Hammasini tushirib ketyapmiz aka. O'lchish summasini ham eshitayotgan bo'lsanglar, nafrani oldingi videolar bilan solishtirib olasizlar. 7800 dollarga qanaqadir 1,5 ming dollarga chiqadigan bo'lsa, to'g'ri mashina. To'g'ri. 3 million yo 3 million 200 ming so'm atrofida oylik to'laysiz. To'g'ri. Buchi 20-yil. Bunisi ham 20-yil, bunisini ham hisoblasiga buni ham shu 1,5 ming atrofiga chiqaradi. 3 million 200 ming atrofida. Qan narxini ayting aka. Qan narxi endi buni 7800 emas, bunisini tushirib ham olaman. 7,5 mingga qilib beraymi uka? Yana o'tib bering aka. Yana. Ha, 7400 ga qilib bering aka. 7300 ga. 7200 ga qilib bering aka. Hisob. Avtogol qilib olasiz, chekilgan. 7100 ga. 7000 da o'ziga. Yo'q, malades. Hisob. Keling. Bir kunga. Bir kunga to'xtang. Onajonisiga. Hech narsasiz 68 ga, bir kunga. Bor barak. 20-yil 68 ga. Mana aka. Mana. Orqa qanotda fitno bor ikkalasida, boshqa joyda yo'q. Avtogolni ham bo'lsa bo'la olmay qoptimi? Qaytga hayinli aka. O'lgib qolinglar. 20-yil 180 ming ham yurgan. Kilometrlar haqiqiy o'ziniki aka. Juda go'zal akalar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 6800 2020-yil. Mashina Bunaqasi faqat To'lqinboy avtoda. Aka bunday ko'rganda avtomat korobka do'radi buni aka, lekin mexanika. To'lqinboy avtodan olasiz ekan, baraka topasiz. Pro avto o'zidan ham baraka topadi. U ham sizniki aka. Buchi aka. Bunisi bo'ladigan bo'lsa
2017-yilda ishlab chiqarilgan. Bunisini 7300 dollar deyapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa endi 6300 ga qilib beraman. 6300. Yili nechi dedingiz? 17. 17. Aka shuni ham keling bugun bitta shou qilaylik. Keling, bor baraka. 62 ga. Hisob ertaga bir kunga 6200 dollarga akalar. Like partikalar to'xtatmay turinglar 17-yil hali toza desa bo'laveradigan mashina. Bo'ldi. Bu-chi bu? Bu mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Muqaddam sudlanmagan. 9800 dollarga edi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bitta portlash ketadi. Qani? 1000 dollar olaning 8800 dollar. 8800. Toza kraskasi yo'q. Yili nechi dedingiz? 19. Toza kraskasi. Gap so'z yo'q. Mana-chi, aka. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, haliginaqa 22-yilda ishlab chiqarilgan, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like partikalar bosib turinglar. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bunisini 5,5 dollarga 22 ni beramiz akalar. Nima deysizlar? Hazil Michael Jackson mashina 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Ichlarni olib qo'ying bitta. Ikkidan birini olamiz, aka. Olamiz. Ha, 12 yili. Bo'ldi, aka. Gap so'z yo'q. Lekin holati 22 ni bera oladi. Bera oladi. Mana. Buni necha pulga qo'ydingiz aka? Bunisini 5,5 dollarga qo'yib, ertaga kunga hech nimasi yo'q akalar. Bir kunga banglataylik, hayitga, xayrli aksiya. Faqat savdo qilish kerak, deydigan haligini hayitga chiroyli xalqqa mindirish kerak. Motorlargacha qilingan, motorlardan o'ylanadigan joylar yo'q. Ertaga bir kunga 5000 dollar, bismillah. Bismillah, balonlari ham go'zal. Yangi hamma yo'q. Balonlari ham go'zal ekan. Bir kunga aka, lekin mola chaklari chakida ekan aka. Do'st dushmanda oldida deydigani nashi ekan o'zi. 22-23 jentrada minib beradi. Uni o'zi biladi faqat. Ha, biroq gach o'tiram olaykan unda. Qani bunisi-chi? Aka. Amerikanga 24 emasmi buni yili? 24 ga 25 yangi chiqqan. Yangi chiqqanda. Elegant plus deb berasiz. Lyuklarigacha bor. 3-pozitsiya. Avtomatga barlari ham akali Malibu barlari aka. Mashina приятный, mes deflator deb beramiz, Nozimjon. Shunaqa narsalari ham bor ekan. Balonlari ham go'zal ekan. Aka bu amerikankalari bor. Pulini ayting buni. Bunisini bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, 9800 dollarga. 2019 a buni yili aka. Ha. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 9800 buni ham ikkita bir donamiki fitnosi bor. Men aytib beraylik. Ikkita 8 ga qo'yib beraveramiz. 8800 dollar. U degani bank qiladigan aka-ukalarga 1700 dollarga chiqadi akalar. 4,400,000 so'mdan 3 yilga oylik to'lov. 3 yilga, 4 yillanmas, 5 yillanmas, 3 yilga. Nomiga nomer, pasport ham yo'q ichida. Bank 5,200,000 Seni ko'piga rasm qilmaydi. degan gap so'z yo'q akalar. 5,200,000, 5 million. Bo'lib ham 3 yilga 4,400,000 dan. Sal hisob-kitob chiqarib bismillah deb bosaveradigan joylari keldi mana. Do'st dushmanni oldi 23-24 jentrada minib beradi. 3-pozitsiya lyuklarigacha bor. Kelinglar akalar, shashilib olinglar. 284 ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 500 dollarga nomiga nomer 400 dollarga chiqarib beraman. Nomiga nomer pasport 22 yil. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 22 yil 400 dollarga ham chiqarib beraveraman. Oxirida portlatish kerak bo'ladigan bo'lsa 1400 ga chiqadigan 400 dollarga chiqarib berib ertaga kunga qani bismillah deb ertaga atroflarni olib qo'y. Mashinani go'zalligini ko'rsating menga ishlarni. Bu qanday bu aka 400 dollarga? Men hayron qolyapman aka. Bir kunga, mashalloh. Nimalar qo'rdingiz bugun? To'lqin aka, To'lqin bo'yapti. Portlataymi, oxirigacha portlatib beraylik. Gap so'z yo'q, gap so'z yo'q. Boshdan bo'ldim, oxirigacha. Gap so'z yo'q. Bismillah deb ertaga kunga hozir akalar yo'lga chiqsanglar bo'laveradi. Sabab bugun 17-chi anaqa chislalarning aytib ketgan ekanmiz. 17-mart seshanba kuni akalar, tezlasanglar akalar shu mashinalardan bismillah deb ulgib qolasizlar. Sotilib bo'lgandan keyin kelib manaqa mashinalar bor. Bor edi, yo'q-u deb orqamizdan gap so'z qilib video qilib yurmasin. So'zda haliginda har xil negativlari kerak yo'q akalar. Olasanglar endi sotgan odamimiz uyga borib bir qator necha pulga olding deb so'rab olinglar. To'g'ri. Ha, ertaga kun deya bugungi kunga kelishinglar kutamiz akalar hammaga. Akalar barakani qo'ymayapti. Egalari unamayapti. Unamayotgani uchun yana qo'ymay qo'ydi. Keyin har xil gap so'zlar ko'payib ketdi. Uni keyin tushuntirib beramiz, nimaga qo'ymayapsizlar deganlarga kelorsin tushuntiramiz. Hammaga omad sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Ertaga kun ko'rishguncha, bugun ertaga kun ko'rishguncha. Hayitga shoshilinglar. Hayitga shoshilamiz akalar. Aka chayimiz. Yo'q, meni qarang, 70 ta 80 ta yana mashina kelyapti. Tezlasanglar akalar, yana 500, 400 ming. Har kuni qo'yib beramiz inshaalloh. Bo'lib qolishi mumkin orada. Shuni sharoitini qilib beraman. Ko'rishguncha hammaga sog' bo'linglar. Barakasini bersin. Rahmat To'lqinboy aka. Alloh rozi bo'lsin, boringizga shukr. Aka dunyo turguncha tursin. Berganga beradi. Dunyo turguncha turing aka. Amin. Do'st dushmanni oldida aka. Yo'q qo'ylar akalar. Hammasi Xudo xolasa okey bo'ladi. Rahmat.